Assalomu alaykum Hikmatullo Oz kanali obunachilari. Akalar, meni ko'ringlar, mana Xudo xolasa bu yilgi Makkamizda oxirgi dalalarini o'rim boshladik. Xudo xolasa bu hafta kuniga yakshanba, sanamiz 2-noyabr 2025-yil. Akalar, kuzgi payani oxirgisini 12 gektarlik dalani o'rimini boshladik. Xudo xolasa Makkamiz o'ta chiroyli holatda, pachka urug', tagidan baklari qurigan, toza, yaxshi makka. Xudo xolasa akalar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Poliyadan 570 so'm urib beryapmiz akalar. Yaguarda o'rilyapti. Hozir o'rilayotgan tarafga ham o'taman, video qilib beraman. Behijolat makka. Xudo xolasa oyog'idan baraka topadi akalar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana makkamiz o'rilayotgan tarafi, mana urib kelyapti ekanman. Adresimiz Andijon viloyat Marhamat tumanida akalar. Ulgurmadim, bilmakka ololmadim degan akalarimizga mana Xudo xolasa yetkazib beramiz inshaalloh. O'zi kelib olib ketadigan akalarga ham beraveramiz. Yo'l kirasini shoferlar bilan o'zlari kelishib olaveradi. Shoferlar bilan aloqaga chiqib telefonlashtirib qo'yamiz, kimga kerak bo'lsa. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi akalar. Mana o'rilgan holatda akalar, mana don. Har bir donni makkamizni ko'rinishi. Soyda